2025 yilgi Chevrolet Cobalt modeli kundalik hayot uchun mo'ljallangan ixcham sedan ichida sezilarli yangilanishlarni taklif etadi. Tashqi ko'rinishda silliq aerodinamik chiziqlar va zamonaviy grill dizayni bilan ajralib turadi. Bu unga joyda va yo'l ustida seziladigan imij beradi. Ichkarida katta displeyli instrument panel va markaziy infotainment ekrani bilan jihozlangan bo'lib, ovozli buyruqlar, smartfon bilan integratsiya va ko'p media imkoniyatlari orqali oson boshqaruvni ta'minlaydi. Komfort jihatdan yetarlicha kenglik va sifatli materiallar bilan bezatilgan salon haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Harakatga kelganda, bu model optimal yoqilg'i sarfi va tezkorlik muvozanatini ushlaydi. Kompakt sedanning xarakteristikasi bo'yicha ma'lumotlar har xil manbalarda keltirilgan bo'lib, ayniqsa 2025 yildagi versiyasi ilgari ko'rilmagan yangilanishlar bilan taqdim etilganligi aytilmoqda. Masalan, yangi turdagi 1.5 litrli turbo dvigatel variantlari taklif etilishi mumkinligi haqidagi taxminlar bildirildi. Bunday texnologiya bir tomondan sahna uchun ixcham avtomobillar segmentida haydovchiga yetarli quvvat, boshqa tomondan esa kundalik foydalanishda tejamkorlik beradi. Xavfsizlik jihatdan ham Cobalt bosqichma-bosqich haydovchi yordamchilari, avto tormoz tizimi, ko'p kamera va sensorlar bilan jihozlanishi kutilmoqda. Shu bilan birga markaziy multimedia tizimi, simsiz ulanish, mobil qurilmalarning integratsiyasi kabi hozirgi avlod avtomobillaridan kutiladigan aksariyat funksiya va xizmatlar bilan to'liq jihozlanganligi tasvirlangan. Bu model narxi jihatdan ham raqobatchilar bilan solishtirganda jozibali alternativ bo'lishi mumkin. Bir qator video taqdimotlarda oddiy narx darajasida yuqori texnologiyalar taklif qilinayotgani, bu esa xaridorlar uchun yaxshi imkoniyat ekanligi ta'kidlangan. Shunday ekan, agar siz birinchi avto sifatida yoki yaqin vaqtda iqtisodiy jihatdan oqilona sedan izlayotgan bo'lsangiz, bu Cobalt modeli e'tiborga loyiq deb baholanishi mumkin. Uning salohiyati shundaki, kundalik shahar harakatida ham, uzoq sayohatlarda ham ishonchli hamrohlik qiladi. Videoda biz xulosada bu avtomobilning kuchli va kamchilik tomonlarini ham muhokama qilamiz. Kuchli tomonlariga dizayn yangiligi, texnologiyalar bilan to'liq jihozlanishi va brendning qayta tiklanishining ramzi bo'lishi kiradi. E'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar esa bozorda ayni paytda aniq texnik spetsifikatsiyalar, mahalliy narxlar va ehtimoliy jihozlar to'liq ma'lumotga ega emasligi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, xarid qilishdan oldin mahalliy dilerlikda barcha tafsilotlarni tekshirishni tavsiya qilamiz. Agar sizga ushbu video va taqdimot ma'qul bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanaliga avtomobil yangiliklari, tahlillar va test haydashlar uchun doimo yangilanishlar bo'ladi. Subskripsiya tugmasini bosing va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Rahmat va videoni tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Siz bilan